Xurshid opa, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Andijon viloyat bo'limi rahbari Xurshida Vahobjon qizi bilan bugun bir suhbatlashamiz. Yo'nalish bo'yicha. Opa, yangiliklar bo'lyapti. Alaykum assalom, rahmat. Bizi O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zolari safi yildan yilga kengayib boryapti. Hozir mana 40 nafardan oshdi. Eng quvonchlisi bularning ichida 10 dan ziyodi yosh ijodkorlar hisoblanadi. Hayotimizda uzoq yillardan buyon Bobur izdoshlari nomli adabiy to'garak faoliyat yuritadi. Bundan tashqari tumanlarimizda ham bor bir nechta adabiy to'garaklar. Andijon shahrida ham bir nechta adabiy to'garaklar faoliyat yuritadi. Va bu to'garaklardan yetishib chiqayotgan yoshlarimiz Zomin seminarida ishtirok etyapti. Zulfiya mukofotiga sazovor bo'lyapti. Mard o'g'lon mukofotiga, davlat mukofotiga sazovor bo'lgan yoshlarimiz ham bor. Opa, menga bir taklifim bor. Sizni yo'nalishingizda viloyatimizdagi shoirlar, ijodkorlar bor. Shu bizni ijtimoiy tarmoqdagi shanba-yakshanba dasturimiz uchun haftada 1 marta yoki 2 martadan shu suhbat olib borsak, agar ruxsat bersangiz, ijodkorlar bilan ko'rishib tursak, siz bilan nasib bo'ladigan bo'lsa, siz bilan ham yana davomli bir ko'rsatuvlar qilib tursak. Hozir bizni tinglayotgan ijodkor yoshlarimiz bor. Biz bu yerda opaga to'liq bera olmagan savollarimizni agar bular tarmoqqa yozishib savol bersa, biz opa bilan yana qayta suhbatlasha olamiz bu masala bo'yicha. Opa, bizga vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Agar ikki ovoz hozir bir shogirdlaringiz bilan ham gaplashib, bir ularning fikrini ham bilmoqchimiz. Rahmat opa sizga. Umid baxsh yangi tong, qovog'i uyilgan havoning, bezovta dilimda ishtiboh sharpasi sezilmas saboning, oqro'mol boshida volidam musallo ustida tebranar, bezovta dilimda ixtiyor, ko'ksimda ishq yonar, his yonar, qizimning qo'lida kitoblar, ko'zida chaqnaydi yog'dular, bezovta dilimda iftixor, ruhimni yupatar orzular. Xurshid opa, ko'p yashang, ijodlaringizga Xudo baraka bersin. Opa, rahmat. Shogirdlar yetishtirib chiqishda charchamang opa. Siz bilan tanish bo'lganimizdan, siz bilan vatandosh, shahardosh bo'lganimizdan hamisha faxrlanib yuraman. Rahmat opa.